Hop, o'rtoqlar, kechagi videodagi yulib tayyorlab olib kelgan sensalarimizni mana bugun ekyapmiz. Agat o'rtasini chizib ochib olganmiz. Hop, sensani mana shu holatda sanchib chiqamiz. Ildizini toza turpoqqa suv aralashtirib atala qilib mana loylab olganmiz ildizini. Shundoq tiqib chiqamiz sanchib. Keyin mana bu holatda yopamiz. Bu anchagacha nemini saqladi. Mana shu ildizini loylab eksa shuni yopib chiqamiz. Oyoqni tepib chiqqandan keyin agar ketmanda ikkala tomondan tortib qo'yilsa, yana yaxshi bo'ladi. Mana ildizini loylab qo'yamiz. Mana shu holatda ekamiz. Bu olvali. Gilos payvand qilamiz. Hamma ko'chatda ham yuvvaysini eksa bo'laveradi. Bu gilos yuvvaysi olvali. Ba'zi joyda olcha deydi, kecha videoda ham aytganman. Hop. Gilosni Toshkent gilos, Svetariyani 3-4 xil turidan payvand qilamiz. Mana oldingi ekkan joylarimiz bodom, shaftoli, o'rik, olvali ekkan joylarimiz. Kimgadir qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana ekilgan joylari. Mana bu yerga olvali sepganmiz. Ustini endi yopamiz. Qolganlarni ustini yopib bo'lganmiz. Mana kechagi tayyorlangan sensalarimiz. Mana shuni suvdan kuyib mana toza turpoqqa loy qilib, ildizini loylab ekamiz. Mana shu kuzda eksa, bugungi sanamiz 22-noyabr. Havo ahvoli yaxshi bo'lib turibdi mana. Hop. Kuzda eksa yaxshi bo'ladi yana ham. Har yil bahorda ekandik, bu yil mana kuzda ekamiz. Kuzda eksa yana ham yaxshi bo'ladi. O'rnashib turadi bahorgacha. Qo'l bola, birinchi qo'l. Kimdir ko'chat olaman desa, bemalol mana murojaat qilaverasizlar. Hop, o'rtoqlar, mana sensalarimiz ham ekib tugatdik. Bugungi kun ham o'tdi, mana kechqurda quyosh botmoqda. Kimdir har kim har xil video joylaydi. Biz ham endi qilayotgan ishlarimizdan kimgadir qiziq bo'lishi mumkin, kimgadir foydasi tegib berishi mumkin. Mana bixlarni eshitdik, mana. Bixi, bulusi olvali. Bulusi. Mana. Yana aşağıda 3-4 agatimiz qoldi. Olma sensa ekamiz. Shuning bilan yo'llar, yerimiz to'ladi. Qo'llab-quvvatlab, likelardan bosib turasizlar do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.